O'quvchilar, bugun biz siz bilan darsimizda kapitan metodidan foydalanamiz. Ushbu metodimiz uchun bizga savollar kemasi kerak bo'ladi. Siz savollar kemasi sayohatga chiqishga tayyormisiz? Demak, boshlaymiz. Zilola. Zulfiya xonim, tekshirishni bosamiz. Javob to'g'ri, barakalla. Keyingi o'quvchim Shahzoda Mubina. Onasini ismi kim edi? Onasini ismi Kamila edi. Qani tekshirish tugmasini bosamiz. Barakalla. Mubina. Vodiylari yoyib Kezganda deb yozishim kerak edi. Kezganda. She'r muallifi Hamida Olimjon. Tekshirishni bosamiz. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz Diana Asila. Hamid Olimjon qayerda tug'ilgan? Jizzax shahrida tug'ilgan. Tekshirishni bosamiz. Javob to'g'ri, barakalla. Asila. Hamid Olimjon birinchi she'r to'plami Yo'q, yordam bermanglar o'quvchilar. Oygul va Baxtiyor. To'g'ri javob Oygul bilan Baxtiyor. Tekshirishni bosaylikchi. Nima ekan birinchi she'riy to'plami? Ko'klam deb nomlanar ekan. O'tirib olamiz Asila, ko'proq o'qishga harakat qilamiz. Keyingi o'quvchimiz Yasmina. Necha yoshida vafot etar ekan? Necha yoshda vafot etadi? Javob bermaymiz. 35 yosh. Tekshirishni bosamiz. Qolgan o'quvchilar yordam bermasin. Javob to'g'ri. Keyingi o'quvchimiz Somonur. Onasining aytib bergan ertaklari haqida qaysi asarida yozgan edi? Oygul bilan Baxtiyor. Aha, Oygul bilan Baxtiyor. Javobni tekshiraylikchi. Javob Oygul bilan Baxtiyor ekan. Keyingi o'quvchimiz kim keladi? Ixtiyor kelsinchi. Demak, Ixtiyor savolimiz Chappar olib gullagan birikmasining ma'nosi nima ekan? Nima degani chappar urib gullagan? She'rda bor o'quvchilar. Chappar urib gullagan bog'im deydi. Chappar so'zining ma'nosi nima? Nima ekan Ixtiyor javobimiz? Hammasi gullagan. Hammasi gullagan yoki qanday gullash mumkin? Purkat demaymiz. Nima deymiz? Qanday gullagan deymiz? Qiyg'os gullagan deyishimiz mumkin. Tekshiraylikda javobni. Javob qiyg'os gullagan ekan. Keyingi o'quvchimiz Charos. Oygul bilan Baxtiyor asari qaysi janrda yozilgan? Janr deb talaffuz qilamiz. Qaysi janrda ekan Oygul bilan Baxtiyor asari? Qaysi janrda ekan Charos? Doston. Ochamiz. To'xta. Qara. Senga tekshirish turmayapti. Kim javob beradi degan turibdi. Kim javob bersin, Charos? Boshchi? Yo'q, boshchi kim javob berishini chiqadi ismi. Kamola ekan, Kamola javob beradi. Kamola savol javobini berar ekansan. Charos tanladi. Savolni tushundingmi? Ha. Doston. Nima deykan? Doston janrida ekan, barakalla. Demak, tugatishni bosamiz. Chiqamiz.